Rostdan ham zo'r ekan avtobus. Sizga ham shunaqa qulay bo'lgan yotoqli avtobuslar kerakmi? Unda Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Balxash, Qaraganda, Astana, Petropavsk yo'nalishlari bo'yicha yangi yotoqli spalnili avtobuslarimiz qatnovi yo'lga qo'yildi. Agarda kimgadir bizning manzilimiz kerak bo'lsa, Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelasiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilganingizda ofisimizdan yoki ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlaridan qo'ng'iroq qilib bemalol yetarlicha ma'lumot olib, biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Avtobusimizning qulayliklari haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Har bitta yo'lovchilarimiz uchun kerak bo'lgan Wi-Fi tizimi bor birinchi o'rinda. Keyin kimdadir telefonlarni zaryadlari o'tirib qolgan taqdirda alohida zaryadniklari mavjud. Joylarini adashtirib qo'ymaslik uchun har bitta yo'lovchi uchun mana bu chekkasida raqamlangan, bemalol ulardan xavotir qilmasangiz bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Hali yangiliklarimiz oldinda. Yana bitta yangilikni aytmoqman. Qishin, yozin ishlab turadigan konditsionerlarimiz havoga moslashuvchan 24/7 sizning onlayn xizmatingizda. Bizni kuzatishda davom eting. Videoni saqlab qo'ying. Like va podpiska bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.